Toshkentdagi mashhur Yangiobod bozorida katta o'zgarishlar kutilmoqda. Gap shundaki, poytaxtda ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan Yangiobod bozori yangilanadi. Poytaxt hokimligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda bozorni zamonaviylashtirish bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqilmoqda. Eng muhimi, Yangiobod butunlay boshqa bozorga aylantirilmaydi. Bozorning o'ziga xos muhiti, ixtisoslashuvi va odatiy faoliyatini saqlab qolish rejalashtirilgan. Savdogarlar ham o'z joylarida faoliyatini davom ettirishi ko'zda tutilmoqda. Yangilanish doirasida hududni obodonlashtirish, sanitariya sharoitlarini yaxshilash, xavfsizlikni ta'minlash, zamonaviy infratuzilma yaratish hamda bozor hududini yanada tartibli holga keltirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, piyodalar uchun qulay va xavfsiz yo'laklar tashkil etilishi, avtomobillar uchun esa avtoturargohlar yaratish ko'zda tutilgan. Hozirda shahar mutasaddilari va loyiha ishlab chiquvchilar Yangiobodni yangilash konsepsiyasi ustida ishlamoqda. Tayyor loyiha keyinchalik jamoatchilik muhokamasiga taqdim etiladi. Ya'ni mashhur Yangiobod bozori o'zining tanish qiyofasi va muhitini saqlagan holda yanada qulay, xavfsiz va zamonaviy ko'rinishiga keltirilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu xabarni Yangiobodda ishlaydigan yoki u yerga tez-tez boradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xo'sh, sizningcha Yangiobod bozori yangilangach qanday ko'rinishda bo'lishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.